Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoyning Tibetdagi bir harbiy qismi Xotan shahriga o'tkazilgan. 22 davlatning Xitoydan yig'ib olish lagerlarini taqash haqidagi chaqiriq maktubi. Amerika Tayvan orqali Xitoyga besim qilmoqda. Sharq Turkistonning qisqish tarixi nomli kitob Istanbulda nashrdan chiqdi. Tövəndəki xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xabarida yaqinda Xitoy ozodlik armiyasining Tibet avtonom rayonidagi bir harbiy qismning zambarakchilar atriti atalmış haqiqiy jang manevri o'tkazish nomida Sharq Turkistonning Xotan shahriga o'tkazilgan. Xitoyning hukumatga ani bo'lgan yer shar vaqt kezisining 7-yo'ldagi xabarida mazkur zambarakchilar atriti ikki atratga bo'linib, bir-biriga qarshi atalmış jang manevri elib bordi ekan. Bu manevrning oxirgi nishoni harbiy qo'shinning haqiqiy jang qilish iqtidorini yetildirish ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Markaz televiziya stansiyasi shu kuni Tibet avtonom rayonining poytaxti Lxasadan ayrilgan bu zambarakchilar qismining Xotan shahriga 10 kun burunli kirib bo'lganligi haqida xabar berib, bu ikki atratning kelgusi bir necha kunlarda yana ko'plagan manevrlarni elib bordiganligi, uning axborot razvedkasi, jang plani va yiroqarlikdan zambarak orqali o'q tutish qatorliq mashqlarni o'z ichiga oldiganligini bildirib, chegara rayonlari bo'lgan Tibet va Sharq Turkiston rayonida harbiy manevrlarning elib berilishi Xitoy ozodlik armiyasining atalmış davlatning zamin butunligini qo'g'dash iqtidorini o'stirishga foydasi bo'ldiganligini tilga olgan. Uyg'ur kuzatuvchilarining bildirishicha, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda atalmış jang manevri elib berishi o'z qurolli kuchlarining haybasini ko'rsatishi, muqimlikni qo'g'dash nomi ostida rayondagi yerlik ommani, ya'ni Uyg'urlarning hech qanday norozilik inkoslarini bildirmay, o'ziga mutlaq bo'ysunadigan holatga keltirish ekanligini o'tirib qo'ymoqda. Fransiya axborot agentligi, Reuters agentligi qatorliqlarning diplomatik kanallarida xabar qilinishicha, 22 davlatning bosh elchilari chorshanba kuni bir maktubga birlikda imzo qo'ygan. Maktubda Xitoydan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni keng ko'lamda qamab qo'yish qilmishini to'xtatish talab qilingan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining bu vaqtdagi bayonotida aytilishicha, bu davlatlar Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Kanada, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Islandiya, Irlandiya, Yaponiya, Latviya, Litvaniya, Lyuksemburg, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Ispaniya, Shveysariya, Shvetsiya va Angliyadan iborat ekan. Amerika o'tgan yil kishilik huquq kengashidan chekinib chiqib ketgan bo'lib, bu maktubga imzo qo'ymagan. O'rtaq imzoliq maktubning mazmuni tubandikicha. Rais apandim, Oliy komissar xonim, biz bu maktubga birlikda imzo qo'yish orqali Xitoyning atalmış Xinjiang rayonida asosli Uyg'urlar va boshqa oz sonliqlar qaratilgan keng ko'lamlik xohlagancha qamab qo'yish, shundaqla keng umumlashgan ta'qib qilish va cheklamalar haqidagi ishonchli xabarlarga bo'lgan andishimizni o'ttirib qo'yapmiz. Biz Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining bir a'zosi bo'lish sifati bilan ado qilishga tegishli majburiyatlarini eslatmoqchimiz. Kishilik huquqning eng oliy o'lchamlarini qat'iy ilgari surish va qo'g'dash, bu kengash bilan to'liq hamkorlashish. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy kamsitishni yo'qotish komitetining 2018-yillik Xitoyning kishilik huquq ahvoliga qarab chiqish doklatining xulosasini xotirlab o'tmoqchimiz. Uningda Uyg'urlar hamda boshqa musulmon va osonliq to'plarning keng ko'lamda xohlagancha qamab qo'yilishi haqidagi kishini beorom qilgan xabarlarga bo'lgan andish ifodalangan. Kishilik huquq oliy komissari va bir qism Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida programmalarining mas'ullarining bu vaqtdagi andishlarga qo'shilamiz. Biz Xitoyni Xinjiang va Xitoy miqyosida o'zining qonunlari va xalqaro majburiyatlarini ado qilishni hamda din va e'tiqod erkinligi qatorliqlarni o'z ichiga olgan kishilik huquqlarga va asosiy erkinliklarga hurmat qilishga chaqiramiz. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'urlar boshqa musulmon va osonliqlarning harakat erkinligiga bo'lgan cheklamalarni va xohlagancha qamab qo'yishdan qo'l yig'ishga chaqiramiz. Biz Xitoyning umumyuzli qarorli qarab chiqishga berilgan takliflarni qabul qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining diniy va e'tiqodiy erkinlik alohida dokladchisining ziyorat talabiga ijobiy inkas qaytarishini hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari qatorliq mustaqil xalqaro kuzatchilarning Xinjiangga kirishiga yo'l qo'yishini, Xitoyning irqiy kamsitishni yo'qotish komitetining baholash xulosasidagi munosabatli takliflarni ijro qilishga, kishilik huquq oliy komitetidan kishilik huquq oliy kengashining qarorlik xabarlantirib turishini talab qilamiz. Bu maktubning kishilik huquq kengashining 41-navbatlik yig'inining hujjati sifatida xotirlanishni hamda kishilik huquq oliy komissari ishxonasining to'g'rida e'lon qilishini talab qilamiz. Kishilik huquq kengashining raisiga ostida imzosi qo'yilgan davlatga vakolatan bu maktubni topshirishdan sharaf his qilamiz. Mazkur maktubning ostida yuqorqi 22 davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchilarining imzosi qo'yilgan. Amerika hukumatining Tayvanga tanka va Stinger nomli yengil tipdagi havo mudofaa qurolini setib berish qarori Xitoy hukumatini qattiq beorom qilgan bo'lib, norozilik bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 8-iyul kuni Amerika parlamentining Tayvanga M1I2T nomli 108 dona tanka,
250 dona Stinger FIM 92 nomli yengil tipdagi havo mudofaa qurolini setib berishni ma'qullaganligini bildirgan. Bu ikki qurolni ilgari Tayvan hukumati Amerikadan setib olishni talab qilgan. Bu yil mart oyida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Amerikadan qurol setib olishni talab qilib, bu ikki qurol bizning havo va quruqlik mudofaa kuchimizni texnik kuchaytiradi va dunyoga Amerikaning Tayvan mudofaasiga bergan ahamiyatini ko'rsatadi degan. Amerikaning bu qaroriga Xitoyning mudofaa ministri Beijing hukumati Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatiga va qurol yarog' setishiga qat'iy qarshi deb noroziligini bildirib, qurol yarog' setishdan voz kechishni talab qilgan. 108 dona M1 A2 tipli tankining qiymati 2 milliard dollar atrofida. Amerikaning bu qatimqi setib bermoqchi bo'lgan 250 dona Stinger FIM 92 nomli yengil tipdagi havo mudofaa qurolining qiymati jami 223 million dollar atrofida ekan. Chet eldagi Uyg'urlarning sonining kun sayin ko'payishiga ergishib, nashriyatchilik xizmatlari kuchaymoqda. Uyg'ur ziyolisi nashriyatchi Abdulil Turan yozgan Sharq Turkistonning qisqish tarixi nomli kitob Istanbulda nashrdan chiqdi. Mazkur kitob jami 4 bob bo'lib, 1-bob Islomiyatdan burungi Uyg'ur davlatlari, 2-bob Sharq Turkistonda Islomiyat, 3-bob Sharq Turkistonda bo'ron chapqonlik yillar, 4-bob Sharq Turkiston tarixida o'tgan bir qism namoyandalar qatorliq 282 batdan tarkib topgan. Abdulil Turan chet elda yosh o'smirlarning ko'payishiga ergishib, ona tilda Uyg'ur tarixini o'rgatish ehtiyoji kuchli bo'lganligi. Shunga Sharq Turkistonning qisqish tarixi nomli bu kitobni yozib chiqqan bo'lib, kitobda Uyg'urlarning milodidan burun 1949-yilgacha bo'lgan tarixi bayon qilingan. Abdulil Turan kitobning mazmuni to'g'risida qisqacha ma'lumot berib, kitobning oxirgi bobida tarixda Uyg'ur diyorida o'tgan mashhur shaxslarga o'rin berilgan. Mazkur asar yosh o'smirlarning Uyg'ur tarixini o'rganishini ob'ekt qilgan bo'lib, avtor asarni yozishda Qozog'istonlik Uyg'ur tarixchi Sobit Abdurahmon yozgan Uyg'urnoma, To'nilgan tarixchi Turg'un Almas yozgan Uyg'urlar, Uyg'ur adabiyot tarixi qatorliq kitoblardan foydalangan. Sharq Turkistonning qisqish tarixi nomli kitobni boshdan oxir o'qib chiqqan, hozir Shvetsiyada turayotgan Uyg'ur ziyolisi Abdushukur Mehmet mazkur kitobning Hun mezgilidan bugungacha bo'lgan Uyg'ur tarixini oddiylashtirib bayon qilingan kitob ekanligini, burun nashr qilingan tarixiy kitoblarga o'xshamaydigan tarafining Uyg'urlarning 2000 yillik tarixining ommabop tili bilan tushunishli qilib bayon qilinganligini aytgan. Taklamakan Uyg'ur nashriyati xo'jayini, Uyg'ur ziyolisi Abdulil Turan tuzgan Uyg'ur o'smirlar uchun adabiyot nomli kitobi nashr qilingan bo'lib, buni yangi Uyg'urcha o'rganayotgan o'smirlar uchun o'qish sifatida qo'llanishga bo'ladi ekan. Uning burun Uyg'urlarda Islomiyat, Haj qoidalari nomli kitoblari va ko'p sonda maqolasi e'lon qilingan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.